Dubayda ko'chmas mulk agentlarining hayotini juda ham shikarli qilib ochib ko'rsatishadi. Lekin hayotda unchalik emas. Ko'chmas mulk brokerlari hech qanaqa oylik olmaydi. Ular faqat komissiyaga asoslangan bo'ladi. Ya'ni uy sotadi, daromad qiladi. Uy sota olmasa yuraveradi, hech qanaqa daromad qilmasdan. Ikkinchi holat, uy sotgan taqdirda ham bu komissiya yetib kelguncha qo'liga 1 oy, 2 oy vaqt ketishi mumkin bo'ladi. Bu nima degani? Bu sohaga kirib kelgan insonda 3 oydan 6 oygacha moliyaviy holati yaxshi bo'lishi kerak, moliyaviy podushkasi yaxshi bo'lishi kerak. Uchinchi holat, tajribali brokerlar emas, pozitiv brokerlar. Yangi bo'lsa ham pozitiv brokerlar ko'proq pul topadi bu yerda. Chunki odam o'zini o'zi motivatsiya qilish san'atini bilmasa, bu bozordan osongina chiqib ketib qoladi. To'rtinchi holat, mas'uliyatni 100% qo'lga olish kerak. U kompaniya menga bu qilib berish kerak, mana ustoz menga bu qilib berish kerak, mana kompaniya menga mijoz berish kerak degan fikr bilan yuradigan bo'lsa, bu bozorda pul topa olmaydi. Liboy sohada, liboy kompaniyada ham odam mas'uliyatni 100% qo'lga olsagina, men o'zim majburman shu narsaga, boshqalar menga hech narsa qilishga majbur emas degan narsani qabul qilsagina bu sohada pul topadi. Bu videoni ko'chmas mulk sohasida broker bo'laman deb yurgan odamlarga yuborib qo'yamiz.